Yeah. I got plans to be the greatest man who ever lived. Make my name more than just a word like it was sentences. Xo'sh, hammaga salom va nihoyat o'sha kun keldi. Bugun rekord qo'yishim kerak. Ya'ni bitta oyoqda 10 ta o'tirib turishim kerak. Xo'sh, nimaga aynan 10 ta? Nimaga 20 ta emas, nimaga 5 ta emas? Buni asosiy sababi men trenirovka qilayotgan programmani ko'rishingiz mumkin va unda eng oxirgi uровень bu 10 ta. Shuning uchun mening maqsadim ham 10 ta. Ko'ramiz buni qila olamanmi yo'qmi. Xo'sh, 10 tani qanaqa o'tirib turishim kerak? Qoidasi. Ya'ni maksimalni pastroq tushaman, oxirigacha, ya'ni 90 gradusdan pastroq va oyoqlar tekis bo'ladi va turganda ham maksimalni tepaga chiqaman, ya'ni oyoqlar tekis holatgacha va shunaqa qilib 10 marta qilishim kerak. Misol uchun 10 oyoqda o'tirib turayotgan bo'lsam, chap oyog'im yerga tegishi kerak emas. Chap oyoqda o'tirayotgan bo'lsam, 10 oyog'im yerga tegishi kerak emas. O'shanda bu ancha qiyin bo'ladi. Up. Up. Vot, mana ko'rib turganinglardek 15 ta qildim, 10 ta emas, даже 5 ta ko'p qildim. O'zim ham kutmadim, to'g'risi 15 ta qilaman deb. Xo'sh, bunga taxminan 3 oy yoki 4 oy vaqtim ketdi bu uringa yetish uchun. Va juda ham xursandman, Xudoga shukr. Va keyingi maqsadlar sari harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, nima qilishni bilasizlar. Hammaga xayr. For me, I'm the best ever. I'm the greatest of all time. No one can beat me. Absolutely no one. Thank God. God bless me. This is how legends are made.